Qur'on meni Umardan behojat qildi. Bir kishi Umar radhiyallohu anhuning yonlariga kelib, "Ey Amirul Mu'minin, Alloh sizga bergan mansabdan bizga ham biror bir ish bering" dedi. Umar, "Qur'on o'qiysanmi?" dedilar. U "Yo'q" dedi. Umar, "Biz Qur'on o'qimaydigan kishilarni ishga olmaymiz" dedilar. Shundan keyin u kishi qaytib ketdi va Qur'on o'qishni o'rgana boshladi. Qur'on o'qishni o'rganib bo'lganidan keyin Umar radhiyallohu anhuning yonlariga qaytib kelmadi. Bir kuni Umar u kishini ko'rib qoldilar va "Ey falonchi, bizdan arazladingmi?" dedilar. U "Yo'q, men arazchi emasman, lekin Qur'on o'qishni o'rgandim. Alloh taolo meni Umardan behojat qildi" dedi. Shunda Umar, "Qur'ondagi qaysi oyat seni mendan behojat qildi?" deb so'radilar. U "Kim Allohga taqvo qilsa, u zot uning yo'lini ochib qo'yur va unga o'zi o'ylamagan tarafdan rizq berur" dedi.